Satosan, vasvasaga tushib qolgan odamlar haqida gapirdingiz. Shu haqida yana aytib bering. Bilasanmi, bugungi insoniyat nega charchagan? Nega xotirjamlik yo'q? Chunki odamzod hayot bilan emas, o'zi o'ylab topgan mezonlar bilan kurashyapti. Kimdandir o'zib ketish, kimgadir o'zini ko'rsatish uchun harakat qilyapti. Mana shu kapitalizmning eng yomon illatlaridan biri. Bir paytlar boshpana bo'lishi baxt edi. Endi esa uy boshqalarnikidan zo'r bo'lishi kerak. Bir paytlar bilim olish maqsad edi. Endi esa kimdandir zo'r universitet, kimnikidandir zo'r diplom kerak. Yaxshi yashab yuribsan, hamma narsang bor, ammo bundan ham zo'r bo'lish kerak degan kemtiklik bilan yashab yuraverasan. Bu xuddi yaxshi ovqatlanish ustida boshqa bir ovqatni o'ylab turishdek gap. Natijada hozir yeyotgan ovqatingni mazasini ham his qila olmaysan. Odamlar ham hozirgi his qilinishi kerak bo'lgan baxtini his qilmasdan mukammallikni quvib yuribdi. Mukammallikni quvgan insonning yo'li hech qachon tugamaydi. Undaylar na bugun, na ertaga baxtli yashay olmaydilar. Bilasanmi, odamzod xato qilib turishi kerak. O'zini mukammal qilishga urinavermaslik kerak. Qilichni har kuni charxlayversangiz, u o'tkir bo'lishi mumkin, ammo u har charxlanganda o'zini o'zi yemiradi va bir kuni ado bo'ladi. Odamzod dam olmasa, kulmasa, xato qilishga o'ziga ruxsat bermasa, ich-ichidan asta-sekin charchaydi. Ko'chada tabassum qiladi, ishda barchasi joyida ko'rinadi, ammo ichida hech kim ko'rmaydigan kurash davom etaveradi. Mukammal inson bo'lish shart emas. Bugungi o'zingiz kechagidan sal yaxshiroq bo'lsangiz, shuni o'zi yetadi. Shu so'zlarni hech qachon unutmayman. Daraxt hech qachon osmongacha o'sishni o'ylamaydi. U faqat har kuni ildizini chuqurroq otadi va bugungi baxtini his qilib yashaydi. Inson ham boshqalardan balandroq ko'rinish uchun emas, ichidan mustahkamroq bo'lishi uchun yashash kerak. Mukammallik manzil emas, unga ko'r-ko'rona ergashgan insonlar esa ba'zan yo'lda o'z baxtini yo'qotadi. Shuning uchun o'zingizga nisbatan mehribon bo'ling, mehnat qiling, o'rganing, rivojlaning, lekin ba'zan to'xtab, chuqur nafas olib, o'zingizdan ham so'rang. Men bugungi baxtim uchun yashayapmanmi yoki faqat mukammal ko'rinish uchunmi?